Ertalab turasiz, lekin tanangiz hali ham uxlashni xohlayaptimi? Hozir sizga zo'r retsept o'rgataman. 1 stakan iliq suvga yarimta limon siqing. 1 choy qoshiq asal qo'shing. Keyin ozgina zanjabil soling. Hammasini yaxshilab aralashtiring. Bu ichimlik ertalab tanani uyg'otishga yordam beradi. Bu damlama sizni tetik qiladi. Obuna bo'lish Jigaringiz 18 yoshli insonnikidek sog'lom ishlashini xohlasangiz, shu mahsulotni 1 oy davomida iste'mol qilishingiz kerak. Hozir kimni jigarini o'ziga qildirsa, 90% insonlarda jirovoy gepatoz, ya'ni jigari yog' bosishi diagnozi qo'yilyapti. Bu nimasi bilan xavfli? Gepatit turlarini, A, B, C turlarini ko'payishiga va hatto jigar sirroziga ham olib borishi mumkin. Jigardagi muammolarga yechim berish hamda profilaktika qilish maqsadida kofemolkadan chiqarilgan rastoropsha urug'ini 1 choy qoshig'ini 200 gram suvga 20 minutga damlab qo'yasiz va kechasi yotishdan oldin quyqasi bilan ichib yotasiz. 1 oy davomida ichib borsangiz, jirovoy gepatozdan, jigar yog' bosishi muammosidan tezroq qutulasiz. Agar siz jigarlaringizni sog'lig'i haqida qayg'uradigan bo'lsangiz, jigarlaringizga ushbu videoni Oq kunjut yeyishni boshlashingiz uchun sabablarni aytib o'taman. Tarkibida kalsiy juda ham ko'p. Shuning uchun suyaklaringiz uchun juda ham foydali bo'lgan tabiiy narsadir. Hazmingizni ham yaxshilashga yordam beradi. Yurak hamda qon tomirlaringiz uchun ham foydasi bor. Yana bunda immunitetingizni ham zo'r ko'taradigan vitamin va minerallar juda ham ko'p. Buni ishlatish usullari juda ham ko'p. Xolasangiz shundoq mana shunaqangi bir hovuchdan kuniga 2-3 mahal chaynab yesangiz ham bo'ladi. Yokida maydalab asalga qorishtirib yeb yursangiz bo'ladi. Salatlarga qo'shib yesangiz ham bo'ladi. Endi shu suyaklarida muammosi bor, kalsiy yetishmovchiligidan qiynalib yurgan tanishinglar bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz foydali bo'ladi. Mana shu giyoh qarishni sekinlashtirib, suyak yemirilishi va hatto onkologik kasalliklarni davolaydi. Bu o'rmaqaro giyohi. Bozorlarda giyoh sotuvchilardan topish mumkin. Bu giyoh organizmni tez tiklaydi hamda suyak yemirilishida, singan, yorilgan joylarda va onkologiyada, ginekologiyada, mioma, fibroma, kista, tuxumdon kistasi, artrit, poliartrit, qandli diabet, varikoz, gangrenada foydali. Kechqurun yotishdan oldin 1 gram miqdorida suv bilan ichiladi. To'liq ma'lumotni kommentariyaga yozib qadab qo'yaman. O'rmaqaro giyohini topa olmasangiz, shaxsiydan murojaat qiling. Videoni yaqinlarga ulashing, balki bu bilan kimningdir darddan shifo topishiga sababchi bo'ladi. Hech qanaqa dori va badlarsiz yoshlikni asraymiz qizlar. Eng asosiysi bular tabiiy. Ichamiz va ichdan parvarish boshlaymiz. Lavlagi, bu gemoglobin, temir va foliyga boy. Sabzi, tiniq teri hamda vitamin A ni, konni, ko'k olma ichaklarni tozalaydi, qarishni sekinlashtiradi. Sevimli kivi C vitaminini manbai. Apelsin esa mustahkam immunitet va sog'lom teri. Stress va uyqusizlikka yalpiz. Ozishga limon, ustidan suv quyamiz va hammasini blender qilamiz. Buni tarkibida ta'bingizga yoqmay qoladigan birorta mahsulot yo'q. Tayyor sokni sitadan o'tkazamiz va stakanlarga quyamiz. Ranglarini o'ziyoq ishtahangizni ochib yuboradi. Albatta tayyorlab ichib yuring. Yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib obuna bo'ling. Yana ko'rishamiz.